O'rgimchak odam. Necha yillar o'tsa-da bu personaj tomoshabinlar uchun hamisha qiziq va ularning sevimli qahramoni bo'lib qolaveradi. Hozirgi kungacha uni 3 ta aktyor o'ynagan bo'lsa-da, fikrimcha baribir Tobey Maguire o'ynagan O'rgimchak odam filmlari eng yaxshilari bo'lsa kerak. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Fikrlaringizni kommentda kutaman. Bugun o'sha afsonaviy O'rgimchak odamni ilk qismlari haqida qiziqarli faktlarni bilib olamiz. Videoga like bosib, komment qoldirib qo'llab-quvvatlang. Faqat shu orqali siz bizga videolar tayyorlashda motivatsiya bera olasiz. Demak, boshladik. O'rgimchak odam filmida Marvelning bizga mashhur introsi ilk marotaba namoyish etilgan. Hozir esa bu mashhur intro bizga ancha yod bo'lib ketgan. Bu film rejissyorligiga juda ko'p mashhur rejissyorlar ko'rib chiqilgan. Bulardan Yan de Bont, James Cameron, Ang Lee va David Fincher yaqqol misol. Titanic, Terminator va Avatar filmlari yaratuvchisi James Cameron film uchun juda boshqacha versiya taklif qilgan ekan. U Elektra personajini umuman oqlamagan. Masalan, yana James Cameron shifokor sakkizoyoq roliga Arnold Schwarzeneggerni olish kerak deb hisoblagan ekan. Uni takliflari juda qaltis bo'lgan va hatto uni versiyasida Mary Jane va Peter Parker o'rtasida juda ochiq sahnalar bo'lgan. Albatta, o'sha vaqtda filmning asosiy auditoriyasi yosh bolalar bo'lganini hisobga olsak, bu takliflarni studiya oqlamagan, lekin unga rejissyorlik berilmadi. Sam Raimi esa Cameronni faqat bittagina O'rgimchak odam to'g'ri g'oyasini olgan ekan. Sony studiyasi Tobey Maguire'ni bu rolga olishni umuman xohlamagan ekan. Bu haqida esa ko'pchilik bilmasa kerak. Bu rolga esa nomzodlar juda ko'p bo'lgan. Masalan, Vance Bentley, Chris Klein, Freddie Prinze va Heath Ledger va bu ro'yxatdagi eng qiziq nomzod Leonardo DiCaprio bo'lgan. Ammo DiCaprio bu rolga o'zining bolalikdagi yaqin do'sti Tobey Maguire'ni tavsiya qiladi. Keyinchalik video sinovlardan omadli o'tgan aktyorni studiya qabul qiladi. Peter Parker roliga aktyor James Franco ham da'vogar bo'lgan ekan, ammo unga keyinchalik Gary Osborn roli nasib qiladi. Norman Osborn rolini esa William Defoe'ning o'rniga Nicolas Cage, John Malkovich va John Travolta egallashi mumkin edi. William Defoe 90% filmdagi tryuklarni o'zi ijro etgan ekan. Film uchun O'rgimchak odamning bir necha xil kostyumlari tikilgan. Ularning o'rtacha qiymati 50 mingdan 100 ming dollargacha turgan ekan va ular suratga olish vaqtida bir necha bor o'g'irlangan. Ulardan biri yarim yil o'tib topilgan ekan. Asosiy gumonlanuvchi esa studiyaning eski qo'riqchisi bo'lgan. Tobey Maguire intervyulardan birida u komikslarni hech qachon o'qimaganligini tan olgan. Filmga esa ssenariy unga juda yoqqani uchun rozi bo'lgan ekan. Yana bir qiziq ma'lumot, rejissyorlik stoliga Chris Columbni ham taklif qilishgan, ammo u bu vaqtda Harry Potterning ilk qismlari bilan band bo'lgan. Yosh Goblin uchun kostyum masalasida studiya ko'p ishlagan. Rejissyor oxirida biror soddaroq sport kostyumini afzal ko'rgan. Dastlabki zirhli kostyum esa 580 qismdan iborat edi. Defoe uni kiyish uchun naqd yarim soat sarflagan. James Franconing sochlari filmda jigarrangga atayin bo'yalgan ekan. Sababi bu uning otasi bilan o'xshashligini ifodalay olgan. Ammo bu g'oya suratga olish ishlari boshlangandan keyin paydo bo'ladi. Mana bu sahnada esa Franconing sochlarini qora rangdaligini ko'rishingiz mumkin. Tobey Maguire bu rol uchun qat'iy mashg'ulotlardan o'tib rejimli dieta qilgan ekan. Bu haqida esa alohida Tobey Maguire haqida tayyorlagan videoyimizda ko'rishingiz mumkin. Bu video juda ham qiziqarli. Tobey Maguirening shaxsiy hayotda qiziqishlari, hobbilari va hozirgi kunda qanday yashashi, o'z millionlarini qanday sarflashi haqida bilib olasiz. Silka esa video opisiyaniyasida bo'ladi. Albatta tomosha qiling. Tobey uchun ham kostyum masalasi ancha muammo bo'lgan. Aktyor uni boshqalar yordamisiz yecha olmagan. Bu shunchalik noqulayki, hatto uni kiygach hojatga ham chiqishning iloji yo'q edi. O'rgimchak odam to'ri haqiqiy va tabiiy chiqishi uchun ba'zan maxsus kley, ba'zan esa haqiqiy to'r birikmasiga ega moddadan foydalanilgan ekan. O'rgimchak odam kostyumi dizayni bilan mashhur komikslar rassomi Phil Jim shug'ullangan.
O'rta maktab o'quvchilari rolini o'ynaganda Tobi Maguire 26 yoshda bo'lgan, Kirsten Dunst esa 20 yoshda, James Franco esa 23 yoshda bo'lgan ekan. O'sha mashhur oshxonada patnisni ilib olish sahnasi maxsus effektlarsiz, tabiiy holatda juda ko'p dubllarda suratga olingan ekan. Wrestler rolini o'ynagan aktyor hayotda haqiqatda Randy Savage ismli jangchi bo'lgan. Marvel komikslari asoschisi Stan Lee filmdagi epizodik sahnada cameo qilgan ekan. E'tibor bersangiz mana shu sahnada uni ko'ra olasiz. O'rgimchak odam va yashil goblin jangida William Defoe o'rgimchak odamni haqiqatdan urib yuborgan ekan. Tobi va Ben amakini mashinadagi sahnasini eslaymiz. Bu sahnada Ben amaki Peterga shunday deydi: "Katta kuch, katta mas'uliyat talab qiladi." Bu so'z keyinchalik mashhur aforizmga aylanib ketdi. Aslida esa bu so'zlar boshqa 200 yoshli odam filmida aytilgan ekan. Peter Parker yugurib o'z ko'ylagi ostidan kostyumini yechish sahnasi Superman filmidan olingan ekan. Bunday epizodlar esa talaygina. 2001-yil 11-sentyabrdagi fojialar kino sanoatiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Shu qatori o'rgimchak odam ham turli o'zgarishlarga duch keldi. Nyu-Yorkda suratga olingan filmda albatta o'sha egizak minoralarga aloqador sahnalar bor edi. Ammo bu fojiadan keyin bu sahnalarni olib tashlashni Sony kompaniyasi qat'iy talab qiladi. Rejissyor qanchalik qaysar bo'lmasin, bu borada fojiada halok bo'lganlarning xotirasini hurmat qiladi albatta. Buni ko'pchilik bilmaydi, ammo bu soundtrack aslida boshqa filmda emas, serialda yozilgan ekan. Keyinchalik bu o'rgimchak odamning rasmiy soundtracklariga ham qo'shilgan. Sony rahbariyati agar Tobi Maguire o'rgimchak odamni ikkinchi qismida o'ynashdan bosh tortsa, bu rolga zaxirada Jack Gyllenhaalni tanlab qo'ygan ekan. Film Guinnessning rekordlar kitobiga eng yuqori daromad keltiruvchi kartina bo'lib kiradi. Prokatning ikkinchi kunining o'zida film 43 million dollardan ko'p kassa qiladi. O'rgimchak odam albatta o'sha vaqtda AQShning eng kassabob kartinasiga aylanadi. O'rgimchak odam ikkinchi qismiga tayyorgarlik premyeradan roppa-rosa 1 oy o'tgach boshlanib ketadi. Eng avval ssenariy tasdiqlanishi kutiladi albatta. Ikkinchi qismga qo'shimcha ravishda bir necha nomlar ko'rib chiqiladi, ammo oxirida shu nomni o'zi qoldiriladi. O'rgimchak odamning ikkinchi qismida Tobi Maguire o'z gonorarini rekord darajada baholaydi. Naqd 17 million dollar. Uning agenti esa bundan ham o'tib tushadi. 25 million dollar yoki kassaning 10% ni talab qiladi. Ushbu filmda 8 oyoq personaji turli komikslardagi personajlardan ilhomlanib yaratilgan ekan. O'rgimchak odam o'rtasidagi poyezdda bo'ladigan jang sahnasi rejissyor James Raimining g'oyasi bo'lgan ekan va bu sahna eng birinchi bo'lib suratga olingan. O'sha vaqtda Nyu-Yorkda osma poyezdlar yo'q bo'lgan. Shuning uchun bu sahna Chikagoda suratga olinib, so'ng kompyuterda unga Nyu-York foni qo'yilgan ekan. Poyezdda Tobi Maguire niqobini beradigan ikki bolakay uni hayotda o'z amakivachchasi ekan. Ha, tanish bilish hatto Gollivudda ham bor ekan. O'rgimchak odam xavfsizligi uchun uni ko'zoynagida linza bo'lmagan ekan. Keyinchalik buni kompyuter grafikasida yaratishgan. Peter kitoblarni tushirib yuboradigan bu sahnada bir talaba uni sumkasi bilan urib o'tadi. Bu esa hech qanday talaba emas, film rejissyori James Raimi bo'lgan ekan. Tobi Maguire haqiqiy vegetarian. Shuning uchun bu sahnada gamburger ichiga go'sht o'rniga tofu pishlog'i qo'yilgan ekan. Daniel Defoe ikkinchi qismda ko'rinishi ssenariyda yo'q bo'lgan ekan, ammo bir kuni u suratga olish guruhini ko'rib qoladi va ular bilan shunchaki so'rashish uchun boradi. Keyin esa ularda cameo qilish g'oyasi paydo bo'ladi va biz keyin ikkinchi qismda ham uni ko'ramiz. Otto Octavius roliga bundan oldin Ed Harris va Chris Cooper nomzod bo'lgan ekan. Rejissyor esa bu rolga Sam Neillni yoki Robert De Nironi olishni xohlagan ekan. Dr. Octavius birinchi bo'lib kostyumini kiyadigan vaqtdagi sahnada haqiqiy ignalar ishlatilgan ekan. Parkerning shlemidagi mana bu raqamlar Nyu-Yorkdagi haqiqiy pizza restoranining raqami bo'lgan ekan. Shu yerda ham reklama. Xullas, filmning ikkinchi qismi haqida gapirsak, gap ko'p. Bu faktlarni bir videoga sig'dira olmadik. Bundan tashqari filmning 3-qismi va filmning boshqa chastlari ham bor. Shuning uchun videoning ikkinchi qismini chiqaramiz. Buning uchun sizlardan faqat videoga like bosib, komment qoldirib qo'llab-quvvatlashingiz so'raladi. Bizni kuzatishda davom eting. Eng qiziqarlilari hali oldinda. Yana qaysi film haqida qiziqarli faktlarni bilishni xohlaysiz? Kommentlarda yozib qoldiring. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta
rahmat. Ikkinchi qismda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bizni Instagram ijtimoiy tarmog'ida kuzatib boring. U yerga turli qiziqarli videolar va kinolardan parchalar joylab boramiz. Bizni TikTok ijtimoiy tarmog'ida ham kuzating. U yerda ham qiziqarli videolarimiz talaygina. Telegram kanalimizda esa kino haqidagi eng qaynoq yangiliklar va yangi kinopremyeralar bilan ulashib boramiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling. Navbatdagi videoda ko'rishguncha xayr.